Assalomu alaykum Fatima opa. Bugun sizni auditoriyangizdan kelgan savollarni tahlil qilib, savollarga javob beramiz. Ko'pchilik ayollarda aynan shu savol juda ham ko'payib ketgan bizada. O'sha bo'yicha savollarni boshlaymiz. Birinchisi, hozirgi paytda ayollarda, ya'ni o'g'il farzand kutish bo'yicha ko'p ayol o'g'il farzand kutadi, o'g'il deydi, lekin aynan farzand tug'ilgandan keyingi bo'ladigan holatda farzand yoki nogiron yoki qanaqadir holatlarda tug'iladi, og'ir stepandagi holatlarda tug'ilganida ayollar hayron bo'lishadi. Men o'g'il farzand kutgandim, ya'ni 4 ta qizdan keyin yoki 3 ta qizdan keyin juda ham qattiq kutiladi o'g'il farzand, lekin qaysidir kasalliklar bilan tug'ilganda ayollar ko'pincha hayron bo'lishadi. Aynan sababi nimadan bo'ladi shu narsalar? Bunga faktorlar juda ham ko'p, sabablar juda ham ko'p. Bu bizani mentalitetda aktual, global juda ham katta muammo desa ham bo'ladi. O'g'il farzand kutish, tamg'a deydi-ku, obro'. Ayol uchun ham obro', lekin erkak uchun bu shtamp. Tipa sen uddalading, sen erkakligingni isbotlading degan. Lekin o'g'il farzand kutib turib, o'g'li ertaga dunyoga kelgandan keyin meni o'zimda ham tajribamda juda ham ko'p har xil kasalliklar bilan tug'iladi. U kasalliklarning davosi yo'q. Bir umrlik. Bu yerda birinchi navbatda niyatga bog'liq. Har bitta inson o'zi butun hayotini niyatlariga yarasha yashayapti. Hamma aytishi mumkin, mana kutdim-ku o'g'il farzand dedi. Lekin niyating qanaqa edi? Faqatgina o'g'il bo'lishmi? Yoki 7 muchali sog'? Bizani eskilarda bitta gap bor, 7 muchali sog'. Har tomonlama ruhan, aqlan, jismonan sog'lom farzand so'radingmi? Bu bir. Ikkinchi navbatda 9 oylik homila senda qanaqa o'tdi? Ering bilan bo'layotgan munosabat, oilada, qaynona bilan, umuman atrofingdagi munosabatlar qanaqa edi? Agar sen farzandni dunyoga keltirayotganingda uyingda постоянно janjal bo'lsa, постоянно agressiyada yashasang, qaynonang bilan kelisha olmasang, kaltanglar bilan yashasang, ering ichib kelib kechasidan do'pposlasa, seni yerga urib kamsitsa o'sha ayolni, misol uchun, garantiya bormi sog'lom bola tug'ilishiga? Bola qorindan stressga уже o'rgangan, stress ustойчивый bola. Misol uchun, doktor ham har safar borganda so'raydi, doktor ham aytadi, muhiting qanaqa, muhitingni stressi to'g'irla. Oilada farzand dunyoga kelayotganda shu darajada maksimal kelinga sharoit yaratilish kerakki, nima uchun? Bola sog'lom bo'lishi uchun. Nima uchun ayollar 9 oy davomida pahpahlash kerak? Pahpahlashadi. Yotqizib qo'yishadi, pastelniy rejimda shunaqa holatlar bo'ladi. Pastelniy rejim kerak. Bitta pastelniy rejim emas, o'ta miya, tana уже stress bo'lish kerak emas. Sevgida yashash kerak. Haligi kelin. Oilada sevgi bo'lmasa, kelishuv bo'lmasa, umuman ayolni o'sha onani bu dunyoga keltirayotgan farzandini hozirdan kelajak uchun уже muhit yaratilyapti. Keyin kelishadi bizaga, shunaqa oilalar keladi menga, menda deydi, umuman muammo yo'q deydi. Munosabatda qaynonam bilan, qaynotam bilan, erim bilan zo'rman deydi. Pulim bor, mashinam bor, sayohatga chiqaman. Hamma narsam yetarli, finansiy tomondan deydi, har tomonim. Lekin bola kasal, bolada duduqlanish bor, yoki отставание bor, yoki boshqa kasalliklari bor. Keyin men bittagina beradigan savolim bor. Beremenность qanaqa o'tgan? 9 oy sen mana shu farzandga homilador bo'lganingda qanaqa bo'lganding? Aynan o'sha periodlar, уже mana bolasi 25 yosh, 25 yil orqaga qaytganda holat yaxshi emas. 9 oy davomida stressda bola bo'lgan. Qaynona bilan munosabat yaxshi bo'lmagan. Hozir lekin qaynonasi yo'q, qaynonasi o'lib ketgan. Eri bilan hozir munosabat yaxshi. Mashina, uy, joy, hamma narsa bo'lgan. Lekin u paytda hamma yoq dabdala bo'lgan. Bola mana shunaqa tug'ilgan. Keyin kelishadi, kech kelishadi. Hamma narsani yerga urug' ekayotganda haligi yerni muhitini to'g'rilab, sog'lom urug' ekish kerak. Bizda yerni muhiti tayyor emas. Taqir yer, unga bir amallab urug' tiqib qo'yishadi. Hali unga suv bersa, keyin undan nima o'sib chiqadi? Unib chiqqandan keyin, unmayotgandan keyin yoki unib chiqib chirigandan keyin, qurtlagandan keyin bizga oxirga yetib keladi. Nima qilaman dedi. Endi bular ish bu bo'ldi. Hamma narsa hal bu bo'ldi. Bola tug'ildi, DTP tug'ilgan bolalar bor. Miyasida qanaqadir o'zgarishlar bor. Yana bitta realniy kesim bor, bolani miyasida o'simta bilan tug'ilgan.
Homila paytida eri bilan постоянно janjal, xiyonat, bu narsani ona ko'tara olmagan. Ona doimiy 9 oy polniy stressda yashagan, o'zini qizli uyida yashagan. Keyin bola dunyoga kelgandan keyin eri очнуться qilgan, ko'zini ochgan, bo'ldi, bolani mas'uliyatini oling, endi xotin-ke yarashaylik deb bolasini olib kelgan. Lekin bolada nuqsoni bor miyasida. O'shaning uchun bizda bitta gap bor-ku, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Boshidan harakat qilish kerak. Avvalambor niyatni ham to'g'rilab olish kerak. Oilada 4 ta farzand, ya'ni oilada biz 4 ta farzand, qiz farzand bo'ladi ko'pchilik oilalarda. Lekin qiz farzand qanaqadir ota-onasiga o'g'il farzanddek bo'lgisi keladi. Ya'ni mashinalar, uylar olib bergisi keladi. Ya'ni ota-onamni ushalmagan, o'g'il qila olmagan orzusini men amalga oshirishim kerak degan qanaqadir o'ziga mas'uliyat deydimi yoki yuk deydimi, o'sha narsani oladi, tinmasdan o'sha narsaga harakat qiladi. Qo'lidan kelsa kelmasa, misol uchun, to'g'ri. Chunki qiz farzandi oilasi boshqa, turmushga chiqqandan keyin uni mas'uliyati boshqa bo'ladi. Lekin shunda ham baribir ota-onamga yaxshi narsalar qilib berishim kerak. To'g'ri, har bitta farzandni o'ziga yarasha burchlari bor, lekin ko'proq shu narsaga harakat qilishi qizlarni qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Birinchi navbatda oilada biz bundan oldin gaplashdik, o'g'il farzand kutilishi. Hech kim bilmaydi. Homilador bo'lganda qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi, hammasi Allohdan, bu ne'mat. Lekin qiz farzand bor, misol uchun o'sha homila rivojlanyapti. Qiz hali unga UZI ko'rsatmagan. Qizmi, o'g'ilmi deyilmagan. Lekin o'g'il, menga o'g'il kerak deydi. Birinchi farzandlar ko'pchilik o'sha kutmaydi. Bor bersin deydi hozir ko'p holatda. Lekin shunda ham birinchi farzand o'g'il deydiganlar ham bordi. Ana o'sha joydan boshlanadi ko'p narsa. O'g'il kutildi. Yana bitta kamchiligi bor, ayollarni, o'sha onalarni bilimsizligi. Bu narsa uni kelajagiga qanaqa ta'sir qilishini bilishmaydi-ku. Tug'ilgandan keyin biz seni o'zi o'g'il kutganmiz-da, o'g'il bo'lishing kerak edi deb. Endi nima bo'ldiki, yana ikkinchi marta homilador bo'ldi, birinchisi qiz bor o'sha. Kuchaydi. O'g'il kutish kuchayadi. Ona qornidagi bola, hali kichkina bola chastotalar orqali, vibratsiya orqali his qiladi. Qiz bolaligini biladi. Men kerak emasman, qiz bola kerak emas, o'g'il kerak. Kutilmagan qiz farzand. Yana nima bo'ladi ularni? Homilador bo'ldi, ikkinchisi UZIga borsa qiz. Ona uni abort qilishga harakat qiladi, tushirishga harakat qiladi. Hech kimga aytolmaydi, Xudodan so'raydi, qiz kerak emas edi. Lekin dinimizdan kelib chiqib, mumkin emas, noto'g'ri degan narsalarni inobatga olib, e'tiborga olib, bolani oldirishmaydi. Tug'ishadi. Bo'ldi. Bola uni qorinda his qilib bo'ldi kerak emasligini. Yana og'zidan lop etib chiqib ketadi. U ham mayli. Uchinchi farzand yana kutishyapti. Endi o'tda kutuv juda ham katta bo'ladi. Juda kuchli kutuv o'g'ilga nisbatan bo'ladi. Hattoki shunaqa oilalar bo'ladiki, haligi qizini o'g'iloy deb qo'yishadi. Keyin u qiz tanasi bor, ruhi bor, tana biladi qiz bolaligini. Lekin ichki holatida, ruhiyatida men o'g'il bo'lishim kerak deydi. Tana bilan ruh kelisha olmaydi. Ruh isbotlashga harakat qiladi. O'g'il bo'lishing kerak, o'g'il bo'lishing kerak. O'g'il bola vazifasi nima? Ta'minot. Uy, joy, mashina isbotlash. Men o'g'il boladan ham kuchli bo'lishim kerak. Ko'rsatib qo'yaman. Uni qayerdan bilsa bo'ladi? Stil, одежда, kiyimidan, ko'rinishidan, strishkalar qilishni boshlashadi, shimli kiyishni boshlashadi. O'g'il bola, qiz bola, o'g'il bolachaga o'tib ketadi. Yoki undan battari. Onalarning o'zi, otalarning o'zi niyat qilib, keyingisi o'g'il bo'lsin deb shortiklar olib berishadi. O'g'il bolacha kiyintirishadi. Ya'ni kim erim-sirim degan narsa bor. Qarindosh urug'ini o'g'il bola kiyimini olishadi, kiyintirishadi. Bu qanchalik haligi bolani psixikasiga ta'sir qilayotganini tasavvur ham qilisha olmaydi. Keyin ertaga turmushga chiqadi. Turmushga chiqmagandan keyin muammolarning haqiqiysi ana o'sha yerda boshlanadi.
Bu nima degani aslida? Haligi qiz farzandda tana qiz bola, lekin qiz bolaligini, ya'ni katta bo'lganda ayolligini umuman his qilmaydi. Erkaklar bilan munosabat qila olmaydi. Turmushga chiqsa ham shunaqa holatlar bo'ladi. U o'zini tanasi erkak bo'lishini xohlaydi, befarzandlikkacha olib boradi uni. Bepushtlikkacha olib boradi psixologicheski. Ko'rganda u ayolga qaraganda bir joziba, bir ehtiros degan narsa bo'lmaydi. Er bilan munosabati ham umuman bo'lmaydi. Bu yerda nima qilish kerak? Haligi ayollar beremenniy bo'lganda, homilador bo'lgan paytida Alloh tanligini bilib qabul qilish kerak bo'ldi. Menga qanaqa farzand beryapsan, o'sha farzandni boricha qabul qilaman. Rizq, baraka o'sha joyda. Chunki shunaqa holatlar bo'ladiki, 4 ta qizi bor, bitta ham o'g'li yo'q. Ota-onalar, o'sha oilalar kuyib pishib ketishadi. Bir umr siqilishadi. Mani o'g'lim yo'q deb. Lekin o'sha qizlar o'g'ildan ham o'tadi. Shunaqa oilalar bor. Yana 3 ta qizi bo'ladi, 4 ta, 5 ta qizi bo'ladi, orada bitta o'g'li bo'ladi. Kutuv ожидание реальность deydi, kutgandagi bo'lmasligi mumkin. Shuncha qiziga bera olmagan e'tiborini oladi, mana bu o'g'ilga beradi. Pahpahlashadi, borni qilishadi, og'zidan chiqqanini qilishadi. Lekin haligi bola 25-30 ga kirgandan keyin o'zini yo'lini topa olmaydigan o'g'il bolalar qancha. Realni shunaqalar bor. Hamma emas, lekin bor. Yana bitta savol kelibdi auditoriyangizdan. Qabulingizga kelgan ayollarni qaysi og'rig'ini shifokorlar yillar davomida topa olmagan, lekin psixosomatika sabablari chiqqanmi? Bo'ladi, bor. Juda ko'p desa ham bo'ladi. Qayta kasallangan, davolanadi. Vaqtinchalik. Yana o'sha kasalligi qaytariladi. Bu oshqozon kasalligi постоянно shunaqa. Chunki oshqozon kasalligini davosini eng zo'r ildizi bu psixosomatika. Psixosomatika bilan to'g'rilab olsa bo'ladi. To'g'ri, bu yerda уже masalan gastritga o'tib ketgan bo'lsa, yazvalar bo'lgan bo'lsa, doktor qo'shimchasi kerak. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, ayollarda, insonlarda oddiy ovqat yeydi. Hamma yegan ovqatni yeydi-da, misol uchun bu joyga mehmonga bordi. 30 kishi ovqat yeyapti, именно u отравление bo'ladi. Oshqozonda muammo. Bu degani ovqat yomon degani emas. Uni oshqozonda nimadir muammosi bor degani. Oshqozonni vazifasi, misol uchun, ovqat hazm qilish, uni funksiyasi bor o'zini. Lekin u oshqozon ovqat hazm qilish o'rniga u yutilgan vaziyatlar, emotsiya, his-tuyg'u, bir muammolarni hazm qilish bilan ovora. Oshqozonning miyasi adashib ketgan. Yana shu holatlar bo'ladi. Bu eng oddiysi. Men aytaman, oshqozoningda muammo bormi? Psixosomatika bilan ishla, vaziyatlaring bilan ishla deyman. Yana surunkali bo'qoq kasalliklari bor, tug'illar bor. Постоянно gormonda o'tirishadi. Постоянно tabletkada o'tirishadi. Psixosomatikada ishlasa, his-tuyg'ular ustida ishlasa, gapirolmagan, yutilgan gaplarini ustida ishlasa, proses tezlashib ketadi, sog'ayish tezlashadi. Insonlarda shunaqa xislat deylikmi, yoshlikdan o'rgatilganmiz. Hamma gapni gapirib bo'lmaydi. Sekret degan narsa bor, sir degan narsa bor. Insonlar o'ylashadiki, bu sekretimni men u yoqqa olib ketaman deb. Men shu yoshga kelib bir narsani tushundim, olib ketib bo'lmas ekan. Baribir shu dunyoda chiqar ekan. Yo'q, borib kimgadir aytishga majbur, chunki unga yuk, og'riq beryapti, vijdon azobini beryapti, aybdorlik hissini beryapti, qiynaladi, rasfokusda yashaydi. O'zini hayotda maqsadlari turib, chalg'ishga olib keladi. O'sha muammo ichidagi sekretini, og'rig'ini 17, 18, 14, 15 yoshda olib bo'lgan. Lekin uni yopish bilan ovora. Hech kim bilib qolmasin, erim bilib qolmasin, ota-onam bilib qolmasin, bolalarim bilib qolmasin, do'stlarim bilib qolmasin, yaqinlarim bilib qolmasin. Yopadi. Maska. Yopadi ham, yopdi ham. Lekin tanada bu narsani yopib bo'lmaydi. Tana shunda oladi, har xil kasallik ko'rishni olib chiqib beradi. Mana shu sekret degan narsa yo'q ekan deyman. Uni bekitib bo'lmas ekan, yashirib bo'lmas ekan. Baribir u qattandir qo'pol qilib aytganda teshib chiqar ekan. Eng og'ir teshib chiqishi bu kasallik. Yana qanaqa keyslar bo'ladi? Doktorlarga borishadi, постоянно allergiya. Yillar davomida davolanadi.
Yillar davomida. Постоянно tabletka, tog'ga boradi, chet elga boradi, dengizga boradi, garmonga o'tiradi. Misol uchun, u psoriaz bo'ladigan bo'lsa, gormonalniy уже kremlar suradi, ichiga ham ichadi. Dietani eng kuchlisi allergiyada. Umuman butun hayotidagi bor ne'matdan уже kresda ularda mazza qilib yashash yo'q. Buni tagida psixosomatika. Allergiyani davosi har doim bor. Men bu narsani har doim aytaman. O'zimni o'g'limni astmadan chiqarganimdan keyin men aytaman, allergiyani davosi bor deyman. Allergiya bu senga signal deyman. Bor, tur, ichingni to'g'irla degani, relsingni to'g'irla degani, sen noto'g'ri yo'lda ketyapsan degani, sen o'zingni relsingda ketmayapsan degani. Shunda olib o'zini relsiga o'tib holatini to'g'irlash bilan allergiya chekinadi. Xursand bo'lgan allergiya borligini, senga stop deyapti qattiqdir deyman. Yana bitta savol kelgan auditoriyangizdan. Ayollarda hissiyotlar bo'ladi, aynan. O'sha hissiyotlarni qanaqa qilib og'ir yoki yengilligini bilsak bo'ladi, misol uchun. Bizda hissiyotlarimiz juda ham ko'p. Biz hissiyotlar bilan yashaymiz. Pozitivni, negativni. Lekin hissiyotlarning ichida eng og'riqlisi, og'riq beradigani keraksizlik hissiyoti. Agar inson o'zini keraksiz deb his qilsa, oilasiga, eriga, o'sha turmush o'rtog'iga, umuman erkaklarga ham tegishli, farzandiga, jamiyatga keraksizman, men bu degan ichida hissiyot bo'lsa, aql aytadi, men kerakman deydi. Mana shu hissiyot uni yeb bitiradi. Chunki keraksizlik hissiyoti orqasida yolg'izlik boshlanadi. Keraksizman deganda buni plus tomoni ham bor. Hozir plus tomoni ham ko'rib chiqamiz. Tushkunlikka tushirib yuboradi, depressiyaga tushirib yuboradi. Yaxshi ko'rinishga harakat qilish aynan mana shu chuvstodan boshlanadi. Isbotlash, ko'rsatib qo'yish, mana endi ko'rasan deb bu nima beradi? Men kerakman, ko'rib qo'ygin deydi. Mana bo'ladi ayollarda bunaqa narsa. So'ramasa ham aralashadi ishiga. Maksimum o'zidan voz kechib yordam berishga tushadi, 5 mahal ovqat qiladi. Yordam bermasa ham kimnidir to'ylarida tinmay xizmat qiladiganlar bor. So'ramasa ham eshigini taqillatib, sizga nima yordam kerak deb. Birinchi o'chirda men deydi, ya'ni. Kulgili narsa bor-ku, g'isht zavodiga kim? Men. Sement zavodiga kim? Men. Hammasiga men deydi. Nima uchun? Chunki o'sha ayollar ichida keraksizlik his tuyg'usi ongsiz ravishda yotibdi va u kerakliligini ko'rsatish, isbotlash, o'ziga his qildirish uchun, atrofga ko'rsatish uchun o'zini o'qqa ham uradi, cho'qqa ham uradi, butun hamma yoqqa o'zini uradi. В итоге rezultatda nima bo'ladi? Baribir chetda qoladi. Keraksizlik hissi u bilan doim yashab yuribdi. Nima uchun? Chunki unaqa insonlar ko'rsatib yurgandan keyin uyga keladi, yana yolg'iz his qiladi, unga hech kim rahmat etmaganini his qiladi. Mana shu rahmat etmagandan keyin yana yolg'iz qoladi. Nahotki rahmat demadi, shuncha ishini qildim-ku deydi. Благодарность kutadi. Sen keraksan, sen zo'rsan degan narsani kutadi. Bu narsa ichida o'shancha aytaman, eng og'riqli his tuyg'ulardan bittasi keraksizlik. U qayerdan keladi? Yana qaytarib aytaman, ona qornidan boshlanadi. Bu yerda hozir savol tug'iladi, nima qilishim kerak deydi. Mana shu joyda prarabotka qilib ketish kerak. Ona qorniga tushib, individualni kelib ishlash kerak, tushib boshqatdan o'sha kechinmalarni yashab, boshqatdan tug'ilish kerak. Buni biz qayta tug'ilish deymiz. Yana bitta savol bor. Ayollar men kuchliman deb o'ylaydi. Aslida shu kuchlilik qaysi kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin? Kuchlilik. Mana men kuchliman, men zo'rman, ko'rsatib qo'yaman deysham, bugungi mavzumiz hozirgi gaplashayotgan narsadan boshlanadi. Keraksizlikdan. Kerakliligini ko'rsatib isbotlash. Eng ko'p holatlarda ayollar eriga ko'rsatadi. Sapernikda, agar sapernik qilib olsa, siz qila olmadingizmi? Mana men qilaman. Sizni qilishingizni kutib o'tirmayman, men sizga ishonmayman. Qanaqa qilish kerakligini, pul topish qanaqa bo'lishini, produktda qilish qanaqa bo'lishini, uy olish qanaqa bo'lishini, bolalarni ta'minlab qo'yish qanaqa bo'lishini men sizga ko'rsataman. Chunki men kuchliman. Mana shu men kuchliman degan joyda aslida ayollar ko'rsatadi, isbotlaydi, har tomonlama isbotlaydi. Erkaklardan o'tib ketib isbotlaydi. Oxirida bitta qaraydi, tana kasal, matkada problemalar bo'lgan, buqoda problema bor, ko'krakda problema bor, erkak ayol munosabati o'rnatilmagan, oila уже
ajrim yoqasida yoki ajrash bo'lmagan bo'lsa, bolalari sarson, zato isbotlab qo'yib, hamma narsani ko'rsatib berdi. Men kuchliman degan pozitsiya ayol kishiga emas. Men kuchliman degan pozitsiya erkak kishiniki. Erkak kishi ko'rsatish kerak, ayol kishi qayerdadir ozgina tushib berish kerak. Erkakka ishonib. Yana bitta savol. Sizni eng larzaga solgan konsultatsiyangiz qaysi bo'lgan? Ayollarning kasalligi ortida qanday haqiqat chiqqan? Bunaqalar juda ham ko'p. Hozir oxirgi payt og'riqli keyslar ko'payib ketdi. Og'ir keyslar ko'payib ketdi menda. Qanaqa qilib aytsam bo'ladi? Eskort netsalar bor. Ko'payib ketdi, juda ko'payib ketdi oxirgi payt. Boshda bunga o'zim hayiqib qarayotgandim, qo'rqayotgandim. Ko'payib ketdi deb. Endi bu narsani norm qabul qildim. Nima uchun? Endi biz buni o'rganganmiz, sohamiz shunaqa. Yoshligi og'ir o'tgan. Juda og'ir o'tgan yoshligi. Bular ham tug'ilayotganda onasi ham meni qizim kelajakda shu ish bilan shug'ullanadi deb niyat qilmagan, bu aniq. Qizim ertaga o'zini tanasini sotadi deb yoki bu qizni o'zi bundan xabari bo'lmagan. Men ertaga shu ishni qilaman deb, bu kichkina qiz bo'lib yurgan paytda bu xayoliga ham kelmagan. Lekin hozir shunaqa vaqt keldi. Shu sohada, shu yo'lda, shu ishni kasb qilgan ayollarni ham ko'ryapman. Kelyapti, faqat kasalligi bilan kelyapti. Kasallikning ildizi kerak menga deb. Shunaqa qizlar kelyaptiki, men bu yo'ldan qaytmoqchiman. Nima uchun men shu yo'lga kelib qoldim? Bitta qiz keldi, 40 ga qarab kelgan, уже ayol, oilasi yo'q, 5-6 marta turmush qilgan, turmushi o'xshamagan. 4 yoshidan boshlab o'zini akasi bilan kontaktda bo'lgan. Analli kontaktda bo'lgan. 13-14 yoshigacha. U qiz hech narsani tushunmagan, faqat balog'at yoshiga kelmaguncha, balog'at yoshiga kelib, уже undan xabardor bo'lib, eshitgandan keyin u to'xtatgan. Endi tanada bu refleksiya bor. Tana refleks, tana уже bunga o'rgangan. Boshqa yo'li yo'q buni, varianti yo'q. O'qishlarni bitirdi, institutlarni bitirdi, ishlash kerak. Tayyor, men uchun bu kasb deydi. Atrofimda shunaqalar deydi. Boshqa yo'lim yo'q, boshqa variantim yo'q. O'zim bilmagan holatda shu yo'lga kirib ketganman. Endi men bu yo'ldan qaytmoqchiman deb kelgan. Bu kelsa menga og'riq bo'lgan, og'riq bergan, menga og'irlik qilgan ota-onasi ishi bilan band bo'lgan. Men misol uchun savol tug'iladi, ota-onasi qayerda ekan deb. Ona ertalabdan kechgacha ishlagan. Shularni boqish uchun ishlagan aslida. Adasi ham ishlagan. Shularni boqish uchun. Bunda real qarasangiz, adekvatni qarasangiz, oddiy oila. Lekin uyda televizor yoqib o'tirgan. Parabolichskiy antennalar yoqib o'tirgan. Nima qilishgan? O'sha yerda ko'rganini aka singil uyda qaytargan. Bor yo'g'i shu. Men sizlarga buni oddiy aytib beraman, lekin bu oddiy emas. Ota-ona parxat qilib yuribdi, oilam, bolam, chaqam deb yuribdi. Xayoliga ham kelmaydi. Hozir bu qizni, bu ayolni uydagilar hech kim bilmaydi shu ish bilan shug'ullanishini. Ishga ketyapman deydi. Prosta buni chetdan qaraganda chiroyli ayol, ухоженный ayol, turmushi o'xshamadi, 5 marta turmushga chiqdi. Lekin chet elga aynan shu ishni qilish uchun ketadi. Charchadim deydi. Men boshqa yo'l yo'q. Buni boshqa kasbi ham yo'q. Da o'qishni bitirgan, lekin menda Fotimaxon deydi, boshqa kasbim yo'q deydi. Shu darajada tana mana shunga o'rgangan deydi. Agar ayolni tahlillari toza chiqsa, lekin og'riqlari ketmasa, sizni birinchi navbatda nimani tekshirasiz? Men xursand bo'ladigan joyim shu bo'ladi. Ayollar kelib aytadi, "Men sog'lomman" deydi. Har tomonlama haqiqatda sog'lom bo'lish mumkin, tana. Lekin muammo bor. Demak, birinchi navbatda u ayol emotsiyalarini chiqarishni biladi. Gaplashadigan insoni bor. Misol uchun bo'ladi, dugonasi bo'ladi, bor, ichki holatini gapirib keladi, ichiga yutmaydi. Tana darajasiga bermagan bo'ladi. Lekin uyda muammo, kelishmovchiliklar bor. Pulda va munosabatda kelishmovchilik. Hali tana darajasiga urmagan. Zaprosidan kelib chiqqan holatda diagnostika qilamiz. Nima hozir uni qiynayapti?
qaysi muammosini yecholmayapti. Bo'ldi, o'sha joyga ildizga tushamiz. Tana kimni yaqin do'sti bo'lsa, dugonasi bo'lsa, g'iybatlashadigan deylik odami bo'lsa, lekin u odam unga yechim bermayotgan bo'lsa, bizani oldimizga keladi. Xursand bo'linglar, o'zi har bitta insonni yaqin odami bo'lishi kerak. Sirlashadigan, ichki holati bilan bo'lishib turadigan odam bo'lishi kerak. Ana shunaqa holatlarda insonlarda kasallikka urmaydi. Yana kim kasal bo'lmaydi? Muammo hammada bor. Muammo yo'q degan inson yo'q. Men har doim aytaman, muammoinglar bormi? Xursand bo'linglar, demak yashayapsizlar. Muammo yo'qmi? Demak hayotingiz tugadi deyman. Keyingisi nima deyotgandim? Yana bitta shu joyda e'tiborga olish kerak, kim umuman kasal bo'lmaydi. Hayotini boricha qabul qiladigan, har bitta uni hayotiga kelayotgan vaziyatlarni sinovni biladigan, tushkunlikka tushmasdan, depressiyaga tushmasdan, stress qilmasdan turib, yechimini qidiradigan insonlar kasal bo'lmaydi va bor vaziyatiga shukr qilib, hayotidan rozi bo'ladigan. Endi dalshi nima qilaman, bu yog'iga nima qilaman? Ani o'tmish bilan yashaydiganlar emas, chunki biz hozir odamlarga fitratimizda borda, o'tmish bilan yashash, o'tda qo'yib yubormaydigan narsalarni quchoqlab, o'sha og'riqlar ham kerak bizga. O'shani quchoqlab yashashda maqsad o'sha nimadir qilish kerak u. Ko'lab yuradi. Hayotidan qisqa qilib aytaman, rozi bo'ladigan, qabul qiladigan, taslim bo'ladigan insonlar kamdan kam kasal bo'ladi. Lekin bu yerda bir joyini e'tiborga olish kerak. Hissiyotlar hammada bor. O'sha negativni hissiyotlar, xafagarchiliklar bor hammada. Uni ichga yutish kerak emas. Ichga yutildimi, u bir kun yig'iladi. Yig'ilib xafagarchiliklar nafratga aylanadi. Nafratlarimiz yig'ilib g'azabga aylanadi. Uni уже kimgadir aytolmaydi-ku. Hamma narsani chiqib hammaga aytolmaydi. Bo'ldi, kasallikka uraveradi, ketdi. Eshitganmisiz, hech bunaqa bo'ladi. Yosh katta ayollarda o't pufigida problemasi bor, o't pufigida toshlar bor, jigari og'riydi, jig'ildoni qaynaydi, sahri bor, davleniyasi bor, yo oyog'i og'riydi. Qatdan og'riydi? Yoshligida bu kasalliklar bo'lmagan. Reallar bo'lmagan. Buni aytishadiki, olishadi, yoshadi, qarichilik. Yo'q, shuncha qarilar bor, sog'lom yugurib yurishgan. Problema unda. Necha yillik yuk ko'tarib yuribdi. Belida grija bor, bo'yni qotib qolgan, manimcha tuz yig'gan. Hammasi psixosomatika. Ko'pchilik ayollarda ahamiyat beraman, ya'ni yosh katta yoki yosh kichkina bo'lishidan qat'iy nazar, aura degan narsa bor. Kirib kelganida negativniy holatda kirib keladi, boshqalarga o'sha narsa ta'sir qiladi. Uyini atmosferasida ham shu narsa bo'ladi. Hayron qolaman, nimaga aynan bo'lmasam 5 mahal namoz o'qiydi yoki boshqa narsalarni ham o'zini vaqtida qiladigan ayol, lekin qaysidir darajada har bitta gapida, har bitta qilayotgan holatlarda, harakatlarida shunaqa narsa, negativniy narsalar sezamiz-da. Buni qanaqa oldini olsa bo'ladi? Atrofga juda ham qanaqadir ta'sir kuchli bo'ladi shunaqa ayollarni. Shunda qanaqa narsa qilsa bo'ladi shu narsaga? Xo'p, aura haqiqatda bor narsa. Har bitta insonning o'zini energiya polasi borda, energetikasi bor. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Bitta inson kirib keldi, bitta xonaga. Siz uni umuman tanimaysiz, lekin yonib turadi, ko'zlari chaqnab turadi. Tabassumi ham bo'lishi mumkin. U inson kirishi bilan уже avtomatik o'sha xona yorishib ketadi-da, kayfiyat ulaydi. Shunaqa insonlar bo'ladi, kirib kelishi bilan уже aura bo'g'iladi. Hali sizga gapirmaydi u. Umuman gapirmasligi ham mumkin, lekin u inson sizga yoqmaydi. Mana bu nima degan ikkalasi, ikkita insonning farqi nimada? Haligi aurasi haqida gapirayotganimcha, aurasi negativni aura, bu ichida noroziligi juda ham ko'p. O'zidan norozi, atrofdan norozi, hammadan kamchilik qidiradi. Kerak bo'lsa sizdan ham kamchilik qidirib ketadi-da, aybingizni yuzingizga ham aytib ketadi. Umuman hech kimni qabul qilmaydi. Hech qaysi vaziyatni qabul qilmaydi va tan olmaydi. O'zini ham tan olmaydi, sizni ham tan olmaydi. Farqi kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Aybingizni topadi, yuzingizga gapirib ketadi, norozi bo'lib ketadi. Shunaqa yana insonlar bor, vechna tabassum kuladi. Ular qanaqa insonlar? Konkretni hayotda maqsadi bor, missiyasi bor. Oilasini ham o'rniga qo'yadi, erini ham o'rniga qo'yadi, bolalarini ham o'rniga qo'yadi, ota-onasini ham o'rniga qo'yadi. O'zini hayotda haqiqiy ishi bilan band bo'ladi. Birovlarning hayoti bilan yashamaydi. Birovlarga aql o'rgatmaydi. Qanaqa yashashni. Prosta shukronada, tabassumda.
rozilikda qabul qilish, unda ham muammo bor, bunda ham muammo bor. Ikkalasini farqi bu, muammosini yecha olmaydi. Yechmagan ham o'sha hamma aybdor qilib yuradi, jertva pozitsiyasida yosh bola arazlab yuradi, yuziga ham berib yuboradi. Unaqalarning yuzi seri bo'ladi. Mana bunaqa labi pastga tushgan, ko'zi kulmagan, bu ayolda ham muammo bor. Lekin bu ayol, bu inson o'zini muammosini yechishga harakat qilyapti. Yechim qidirib yuribdi. Nima qilsam mana shulardan yechib o'tib ketaman, nima qilsam bu etapdan keyingi etapga o'taman. Постоянно o'zini missiyasi bilan, vazifalari bilan band, rivojlanish bilan band. O'shaning uchun rivojlangan ayol bilan rivojlanmagan ayol, ya'ni inson deydigan bo'lsa, farqi yer bilan osmonchalik. Buni bilimi bor, buni bilimi yo'q. Bu hayotdan qaysidir ma'noda yaxshilik qidiradi, yetishga harakat qiladi, rozi bo'lishga, благодарный bo'lishga harakat qiladi. Bu вечно недовольный. Вечно недовольный odamdan hamma qochadi. O'zi ham o'zidan qochib ketadi. Mana shunaqa negativni aurasi o'zida borligini bilgan ayol, endi ayol nimasimiz, auditoriyadamiz. Bitta nazar solinglar o'zingizlarga. Sizlardan hamma qochyaptimi? Sizlarga hech kim e'tibor bermayaptimi? Sizlarni ignor qilishyaptimi? Sizga уже обратный связь, qayta aloqa berishyapti. Namuncha недовольныйsan, chehringni och, o'zingga qara deyaptimi? Realni qarashni boshlanglar deyman. Chunki sizlar o'zingizlarga qaramasa, ayol kishi o'ziga qaramasa, ichki holatini to'g'irlamasa, negativdan u o'zi qutulmasa, sizni o'zi dunyo shundoq chiqarib qo'yadi, vaziyatlar shundoq holatni siqib chiqarib qo'yadi. Oiladan ham siqib chiqaradi, jamiyatdan ham siqib chiqaradi, ertaga bolalar ham siqib chiqaradi. Bo'ldi, siz bizga kerak emas, bunaqa negativ aura kerak emas deb. Eng qizig'i, bunaqa insonlarga hamma atrofida gapiradi. Oynaga bitta o'zingizlarga qaranglar, yoqasizlarmi o'zingizlarga? O'zingizlarni energiyanglar, auranglar yoqyaptimi? Qaysi kasalliklarni ko'rganingizda darrov bu ayol juda ko'p narsalarni ichiga yutgan deb o'ylaysiz? Onkologiya. Onkologiya hammasi ichiga yutilgan bir necha yillik abida, nafrat, g'azab, norozigarchilik, o'zini yaxshi ko'rmaslik, aybdorlik hissi, o'zini juda ham qattiq urishgan. Это onkologiya. Kulib kelishadi, men uchun bu sinov, Alloh bergan sinov deb kelishadi. Adamda bor-da, bizning avlodda bor-da deb kelishadi. Yo'q. Unaqa emas. Lekin ular bilan gaplashishni boshlasangiz, hattoki menga gap berishmaydi. Psoriaz gapirishi shart emas, men ko'rib bilaman. Hammasi yaxshi deyaveradi ular. Vitiligo, oshqozon hamma kasalliklari. O'zi hamma kasallikni mana bunaqa narsa bor menda, tajribamdan kelib chiqib aytaman. Kasalligini ro'yxatini yozib beradi. 50% menga diagnostika turmush tarzi haqida. Men ularni o'tmishini yaqqol oyna qilib ko'rib olaman. Lekin aniq vaziyatini bilmayman. Kelishmovchiliklarni tajribamdan chiqib aytaman. Problema 50% diagnostika menda deyman. Birinchi yoningizga kelgan klient aynan qanaqa etapdan o'tadi? Ya'ni hali sizga umuman kelmagan bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib turib nimadan boshlaysiz aynan ishingizni? Birinchi beradigan savolim, men endi как terapevtman, terapiya sessiyalar qilaman, asosan offline. Psixologiya haqida xabaringiz bormi deb so'rayman. Men uchun bu juda ham muhim. Psixologiyadan xabari bo'lsa, menga ishlashga oson. Bitta gapimdan hamma narsani tushunadi. Jarayon tezlashib ketadi. Bo'ladi klientlar umuman psixologiyadan xabari yo'q, kasallik bilan ishlayotgansiz deb kelganda, men ozgina bilimlarni berishimga to'g'ri keladi. Chunki men psixologicheskiy darsda bermayman, men davolayman. Ruhiyatni ildiziga olib tushib, o'sha joyda davolayman. Psixika shunaqa narsaki, umuman psixologiyadan xabari bo'lmagan insonlar mendan tabletka talab qilishadi. Sehrli tayoqcha. Go'yoki o'ylashadiki, u kasallikni tuzatib beradi deb. Men kasallikni tuzatmayman deyman. Men vrach emasman. Men sizlarni mana shu kasallikka sababchi bo'lgan, qachondirlar yashab bermagan hissiyotinglarni yashatib beraman. Kasallikni tuzalishiga turtki beraman ichki holatinglarda. Chunki tana напряжение ketsa tanadan, tana ozodlikka his qilsa, tana erkin bo'lsa, tana nafas olishni boshlasa, o'pkasi bilan nafas olishni boshlasa, xotirjamlikka kelsa,
mana bu yerda meditsinasini qo'shib tursa, shunaqa protsess tezlashadi. Bu yoqda dorisini, ukolni, hattoki onkologiyada kelayotganlar ximiyasini olaveradi. Parallelni. Keyin u kasallikka rozi bo'lgandan keyin, tanasidan u kasallikka joy berib qilgandan keyin kasallik shunday chekinadi. Kasallik qanday kelgan bo'lsa, kasallik xuddi shunaqa chekinadi, immunitet ko'tarib bersa. Har tomonlama ko'tarib berish kerak immunitetni. Immunitet qanaqa bo'ladi? Ruhan immunitet berish kerak, ularga ishonch berish kerak, umid berish kerak kasallikdan tuzalishiga. U ishonch, umidni men beraman ruhiyatiga. Meditsinada uni vrachlar qilib beradi. Ikkalasini birdaniga olib borish kerak. Shu narsani men auditoriyaga tushunishligini so'rayman, nima qilaman-da, harakat qilaman. Tushuninglar, men doktor emasman deyman. Chunki haqiqatda shunaqa insonlar kelyapti. Oladi, menda mana bunaqa diagnoz deydi, yana bitta terapiyada tuzatib bering deydi. Unaqasi bo'lmaydi deyman. Bu kasal bo'lishing uchun sen necha yil bu agressiya bilan yashading. Bu ichki holating, kechinmalaring bilan yashading. Bu endi kamida 7 yildan boshlanadi. Onkologiya tanaga chiqish uchun 20-25 yil u kerak bo'ladi muhitni uyg'otish uchun. Agressivni agar u zlokачественный onkologiya bo'lsa, bitta terapiyada iloji yo'q, u длительно ishlash kerak. Ko'p ayollar oddiy deb yuradigan qaysi alomat aslida jiddiy psixosomatik signal bo'lishi mumkin? Oilada chidash pozitsiyasiga o'tish. Bizaga chidash yoshlikdan berilgan-ku, bu oddiy narsa deb qabul qilishadi. Inson chidolmas ekan. Chidab, ko'nikib bizani ota-onamiz, buvilarimiz o'tib ketdi. Hattoki qanaqa kasal bo'lganini ham bilmaydi. Lekin hozir zamon rivojlanayotgan paytda chidolmayapti hech kim. Siz nimagadir chidayotsizmi, nimadir sizga yoqmayaptimi, o'sha joyda to'xtang. Hamma ayollarga tegishli. Biling siz nimaga chidayapsiz, o'shani ustida ishlang. Mana shu chidashga diqqat bilan qaranglar. Lekin sabr bilan adashtirib olish kerak emas. Shunaqa hayotda vaziyatlar bo'ladi, sabr qilish kerak. Haqiqatda o'zimdan kelib chiqib aytaman, o'zim katta keysman bu yerda. 6 yilda farzandli bo'lgan bo'lsam, men chidamaganman u yerda. Men sabr qilganman. Men umid qilganman, men ishonganman, men sababini qilganman. Bu sabr. Allohdan chiroyli sabr so'raganman. Lekin shunaqa oilalarda vaziyatlar bo'ladi. Chidaydigan, chidashim kerak. Eri ayolni izdivatsiya qiladi, xo'rlaydi, kaltaklaydi yillar davomida yoki qaynonasi tutib olib uradi. Men ayollar bo'lgani uchun aytayapman. Bu yerda chidalmaydi. Bu yerda ayol kishi turish kerak-da. Nima uchun menga bu vaziyat berilyapti deb ko'tarish kerak. Ichki holatini ustida ishlab tashlash kerak. Bunaqada chidayversa yoki ayol kasal bo'lib qoladi. Ruhan ertaga 50-55 yoshdan keyin shizofreniyani orttirib oladi, Alzgeymerni orttirib oladi, yana boshqa kasalliklarni orttiradi. Bunaqa oilada katta bo'layotgan farzandni ertaga baxt qayerda, xotirjamlik qayerda, qaysi muhitda o'stiryapsan bolangni? Chidamanglar deyman. Chidash mumkin emas. Hozir aytadi, nima qilish kerak endi? Ajrashish kerakmi? Ajrashish shunaqa holatlar bo'ladi. Kecha bitta ayol bilan ko'rishib qoldik. Yillar davomida eriga chidagan. Xiyonatiga chidagan, kaltaklashiga chidagan, chochini tortib ko'chaga olib chiqib tashlashga chidagan. 1 yil o'zini ustida ishladi. Hamma sababini qildi. Eri bilan munosabati to'g'irlash uchun, qaynonasi bilan munosabati to'g'irlash uchun juda ko'p harakat qildi. U paytda asankasi даже bukchayib yurardi. Juda ozg'in edi. Aurasi ham og'ir edi. To'satdan ko'chada ko'rib qoldim, gaplashib qoldik. Juda ham ko'rinishi yaxshi. Juda ham. Ozgina semirgan, o'sha ishga tushib ketgan, asanka ko'tarilgan, kulib turibdi. Turmushingda nima bo'ldi deb so'rasam, erim bilan ajrashdim dedi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, ajrashish kerak. O'sha boshqa variant yo'q. Darsini olib, imtihon nima uchun bu vaziyat unga berilganini tushunib, ajrashish qulayroq. Shunaqa ayollar bo'ladi, ajrashgandan keyin naborot tushkunlikka tushib ketadi, o'zini yo'qotib qo'yadi, depressiyaga tushib qoladi. Shu yerda savol tug'iladi. Nima uchun? Chunki haligi ayolni hayotida maqsadi yo'q. Maqsadsiz yashaydi. Yo otasiga bog'langan bo'ladi, yo onasiga bog'langan bo'ladi, yo eriga bog'langan bo'ladi. Bunaqa ayollar yillar davomida kimgadir bog'lanadi-da, ertaga yoshi katta bo'lgandan keyin uy bekalari ko'pincha shunaqa bo'ladi. Keyin bolalariga bog'lanadi.
Bog'lanish natijasida nima bo'ladi? Bu nima degani desa, bolalardan kutuv boshlaydi. Otasidan olmagan narsani eridan kutdi. Endi eridan olmadim, ertaga bolasidan kutadi. Bilinglar, erdan olmadingizmi, otadan olmadingizmi, yaqinlaringizdan olmadingizmi, bolangizdan ham olmaysiz. Shunchaki bolani o'zi yaratgan oilasini ham tinchini buzasiz. Nima uchun qaynanalar yomon deymiz? Qaynanalar yomon emas. Ularni kutuvi shunaqa, ожиданияsi shunaqa. Bir paytlar uyda muhitdan olmadi, keyin o'zi oila qurdi, oilasidan olmadi, endi bor yo'g'i o'g'lidan olmoqchi. O'sha e'tiborni, neosozini o'zi bilmagan holatda qizg'anib qo'yadi o'g'lini. Ong, aql bilan o'zini ustida ishlayotgan qaynanalar biladi. Chunki hozir yosh katta ayollar ham o'zini ustida ishlashni boshladi. Keyin tushunib qoladi ichida. Ha, degandan keyin o'ziga qo'yib yuborish bo'ladi. O'ziga, o'zini farzandiga shunday oladida yaxshi yashashga, xotirjam, tinch yashashga xalaqit bermaydi, o'ziga qaytadi. O'zini ustida ishlayveradi. Agar hozir sizni tinglayotgan ayolda yillar davomida o'tmayotgan og'riq bo'lsa, u bugunoq o'ziga berish kerak bo'lgan eng muhim savol qaysi? Zo'r savol mana shu. Men mana shu og'riqlardan qutulishni xohlaymanmi? Birinchi navbatda avtomat hammasi ha deydi. Lekin nima uchun men bu og'riqlardan qutulishim menga kerak degan savolni berish kerak. Buning uchun hozir oson, hammaga tegishli. Men bu muammodan yoki og'riqlardan deylik, qutulishni xohlayapmanmi? Chunki bu og'riqlar, bu muammolar вторичный выгода degan narsa bor, kerak bo'lgan bo'lishi mumkin unga. Boshqa tomonlama. Va ikkinchisi, nima uchun bu og'riqlardan unga qutulish kerak? Miya aniq bilish kerak qayerga ketayotganini. Oddiy misol, mana onkologiya bilan ko'p ishlayotganim uchun 3 ta misol aytib beraman. 3 ta кейsi. Uchalasiga ham bitta savolni berganman. Onkologiya sen uchun nima deganman? Bittasi o'lim degan. U uchun onkologiya o'limga teng. Men mana shu o'lim programmasidan keyin ishlaganman. Ikkinchi onkologiyada keysimga aytganman. Onkologiya sen uchun nima deganman? Onkologiya men uchun chiqish degan, qochish degan. Unga bu kasallik umuman uyidagi muhitdan chet elga qochib chiqib ketish uchun onkologiya kasalligi kerak bo'lgan. Nima uchun? Chunki 18 yil davomida u uyda o'tirgan, hech qayerga chiqmagan, даже nonga ham, magazinga qatiqqa ham chiqmagan qiz bo'lgan. Bog'chaga ham bolalarini olib bormagan. U shu kasallik orqali dunyo kezishni boshladi. Uchinchi keysimda onkologiya sen uchun nima deganimda, virus men uchun degan. Женскийda onkologiya, matkada mioma bor, уже oxirgi stepen, 3-4 stepen deganda sen uchun nima deganimda, virus degan. Keyin biz virus ustida ishlaganmiz. O'shaning uchun har bitta kasallikdan qutulmoqchimisiz? Bu kasallikdan birinchi xohlashingiz kerak. Ikkinchi navbatda nima uchun kerak? Agar psixika tushunmasa nima uchun kerakligini, chunki aytaman, kimgadir bu kasallik aniq kerak. Nima uchun? E'tibor tortadi, chetga chiqadi, mehr oladi, hamma uni paqpaqlaydi. Hech qachon qilmagan e'tiborni berib, hech qachon og'zidan chiqmagan narsalar muhayyo qilinadi, yemagan narsalar yediriladi, u uchun pul ishlatiladi. Farqi nima psixikaga? Bu yo'l bilan olamadimi? Endi og'riq bilan olishni boshlaydi. Har bitta kasallikka вторичный выгодasi bor. Hamma kasallikni, voy nimaga unaqa deyapsiz deb qarshilik bo'lishi mumkin, lekin o'tirib o'ylab chiqsin, menga bu kasallik nima uchun kerak bo'lyapti? Oddiy misol, o'zimni yaqin insonim kasal bo'lib yotgan paytlarda, insult bo'lib yotganda, yotib qolishgan, o'sha ayol yotib qolganda, men kuzatardim chetdan turib. U ayol sog'lom bo'lib yurgan paytida farzandlari shunday tashab qo'ygan uni. Shunchaki olgan, eri tashab qo'ygan, bolalar tashab qo'ygan, oila atrof polni tashab qo'ygan. U ayol o'zi bilgancha yeb, ichib, yashab yurgan, o'zini kunini o'zi ko'ribdi. Endi kasal bo'ldi. Tuzalishni xohlamayapti. Men faqat kuzatardim. Butun oilasi oyoqqa turgan, bolalari oyoqqa turgan, qarindosh urug'i oyoqqa turgan, kunda kunora xabar olishadi. Unga prosta bu kasallik kerak. Boshqa psixika boshqa yo'lni topolmadi. Sog'lom, to'g'ri yo'lni topolmadi. Shu yo'lni tanladi. O'shaning uchun tuzalishni ham xohlamayapti u ayol. Menga kerak, zato mazza qilaman. Xohlagan narsamni yeyman, xohlagan restoranda og'zidan chiqqan narsani etadi, bolalari qiynalib bo'lsa ham olib kelib beryapti. Undan tashqari o'zi yotibdilar bular. Yotganlarda hech qachon kiymagan shubalarni so'raylar, hech qachon kiymagan kiyimlarni so'raylar. Kiymasligini biladi, o'zlari ham biladi. Lekin shifonerda birkalari olinmagan kiyimda turibdi. Это вторичный выгода.
Bu narsani bu ayol уже bilishi shart emas. Tan ham olmaydi. Men yaxshi yotibman dedi. Fotima opa, rahmat kattakon, savollarga juda ham zo'r javob berdingiz. Aynan shu muammolar bilan qiynalayotgan auditoriya nima qilishi kerak? Ayollar, ayniqsa ayol, erkak qiynalib shu narsalarga javob topa olmayotgan bo'lsa, aynan nima qilish kerak? Bilasizmi, har bitta muammoni Xudo berdimi, bu vaziyatda bizga событие. Uni yechimi oldida bo'ladi. O'zi hech kimga yecha olmaydi. Men ham yecha olmayman, o'zim muammolarim, ustozim bor, ustozlarim bor. Kelasiz, har bitta muammoni yechimi bo'lgandan keyin именно ruhiyatdagi muammolarni yechimiga oldimga kelishadi. Kelinglar, terapiya qilamiz, konsultatsiya qilamiz. Eng qizig'i, xursand bo'linglar, buni yechimi bor. Buning uchun nima qilish kerak bular? Faqat xohlanglar. Faqat xohishi o'zi yetarli, lekin xohish darajasi menga muhim. Kimdir bu muammodan, bu kasallikdan 100% xohlaydi. Kimdir bo'ldi, xohlaydi, bo'lsa bo'ldi deydi, Alloh taslim bo'ladi. Meni oldimga kelyapsizlarmi? 100% xohlab kelinglar, ixlos qilib kelinglar, ishonib kelinglar. Biza men qo'limdan kelgan hamma sababini qilaman. Sizlar chidab bersanglar, sizlar o'sha joyga tayyor bo'lsanglar bo'ldi. Va o'sha konsultatsiyamda hammani kutaman.